ibodatlar qilyapmiz, itoatlar qilyapmiz. Mana shunday holatimizni umrimiz oxirigacha qilib, o'zimizni yurtimizga qaytganda ham mana shunday ibodatga mukammal holatda qatnashadigan, doimo o'zingni zikringda bo'ladiganlar qatorida qilgan Parvardigorim. Bizni haqiqiy Rasulimiz alayhisolatu vassalomning sunnatlarida yuradigan ummatlari qatorida qilib, Parvardigori biz Rasulimiz alayhisolatu vassalomning haqiqiy orqalarida ergashgan ummatlari qatorida qilib, yetimlarga g'amxo'r qiladigan, yomon qiylanganlarning holidan xabar oladiganlardan qilib Parvardigorim. Haqiqiy ihson qilguvchi, haqiqiy Parvardigori o'zingga haqiqiy xolis ibodat qilguvchi ibodatchilardan qilib. Bizlarning Parvardigorim mana shunday chiroyli holatga yetishishimizga sababchi bo'lgan ota-onalarimizni hayotlarini, umrlarini uzoq o'tganlarni rahmat qilgin. Amin. Bizlarning Parvardigori yoshligimizda qanday mehribon bo'lgan bo'lsa, sen undan-da ziyoda ularga mehribon bo'lgin Parvardigorim. Bizlarni Parvardigoro kamolatimizni ko'rmasdan o'tib ketdi Parvardigoro, o'tganlarni Parvardigoro rahmat qilgin. Jannatdan bir bog'cha qilgin Parvardigoro qiyomat kuni. Mana shu meni farzandim deb jannatga olib kirayotganda Parvardigoro mana shu onani shafoat qilib jannatga olib kiringlar deganda bunga kirishlikda hammamizga nasib bo'lsin. Bu joyda Parvardigoro bizlarning chiroyli ibodatimizga sababchi bo'layotgan mana shunday bu xulosali rahbarlari